Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan azizlar. 2026-yil yangi umra safariga oila a'zolaringiz bilan borishni rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Azizlar, biz hozirda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan rasmiy ofisiga keldik. Azizlar, ekraningizni yaxshilab joylashib oling va bu videoni like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hoji aka, bizning obunachilarimizga 14 kunlik umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bo'ladi. 14 kunlik umra safarimiz inshaalloh 3 kun Madina Munavvarada bo'lamiz, 11 kun Makka Mukarramada bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa inshaalloh. Hoji aka, hozirgi kunda reyslarimiz qayerdan va qaysi sanalarga bor? Xo'p. 21-iyundan oyda oxirigacha Toshkent Jidda promo reyslarimiz bor, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa aloqaga chiqishaveradi. Inshaalloh. Hoji aka, mehmonxonalarimiz shart-sharoitlari haqida, uzoq yaqinliklari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, bu obunachilarga qiziq. Hop, Madina Munavvarada mehmonxonamiz markaziyada bo'ladi, 200 metr, 300 metr oralig'ida bo'ladi. Haramga bemalol piyoda kirib chiqsa ham bo'ladi. Makka Mukarramada bo'lsa 1-1,5 kilometr uzoqlikda bo'ladi. 24 ga 7 avtobus xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan inshaalloh. Xudo xohlasa. Hoji aka, ziyoratlarimizdan tashqari ekskursiyalarimiz, sayohatlarimiz ham bormi? Albatta bor. O'nlab ekskursiyalarimiz bor. Madina Munavvarada Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ravzalariga tasrihlar qo'yilgan. Xurmo bog'iga, Uhud tog'iga, Makka Mukarramada bo'lsa Qizil dengizga, Sabr g'ori, Hiro g'ori, shunga o'xshash ziyoratgohlarimiz bor. 50 boshlar bilan birgalikda 14 kun davomida borib kelishadi. Xudo xohlasa inshaalloh. Hoji aka, bizning obunachilarimizga eng qiziq joy paket narxlarini aytib o'tsangiz. Paket narxlari iyun oyi uchun $1100 deb belgiladi. Inshaalloh aloqaga chiqishaveradi. Imkon qadar yana chegirmalar qilib beramiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Hurmatli obunachilar, videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Yanada to'liq ma'lumotlarni olish uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hoji aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Shu bilan video syomkamiz yakun yasaymiz. Qadrli obunachilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.